Bugun bizlar yana bozordamiz. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, insonlar umri davomida eng ko'p sotib oladigan tekstil mahsulotlaridan biri bu paypoqlar bo'ladi. Keling, sizlarga o'sha paypoqlarni qanday tanlash to'g'risida ma'lumot beramiz. Siz Abu Sahiyda har xil ko'rinishdagi va har xil narxdagi paypoqlarni topishingiz mumkin. Abu Sahiy bu O'zbekistonda eng katta bozorlarimizdan biri bo'ladi. Bugun mana bu joyda bizni 4 tasini 10 mingga olishimiz mumkin bo'ladi. Yo'q, to'xtang. Brendi aniq va ishlab chiqaruvchisi aniq bo'lgan mahsulotlarni sotib oling, chunki ular o'zini brendini nomini yo'qotmaslik uchun, o'zini brendini himoya qilish uchun ham toza xomashyolardan foydalanishadi va tarkibini o'zgartirishmaydi. Demak, hozir biz paypoq sotiladigan bitta magazinga kirib keldik. Eng yaxshi O'zbekistonda paypoq ishlab chiqaruvchi, o'zini an'anasiga sodiq bo'lgan, tarkibini hech qachon o'zgartirmaydigan bir nechta brendlarni shu joyda obzor qilib sizga ko'rsatib o'taman. Bu joyda o'zbek va xitoy brendlari bor ekan. Birinchisi bu Belita mahsulotlari tarkibi paxta yoki yana boshqa tabiiy tolalardan ham foydalanishadi, lekin zararli sintetik tolalardan foydalanishmaydi. Ikkinchisi bu olmos, bu Vestal. Bundan keyingisi bu Orzu. Bular o'zimizni milliy brendlarimiz hisoblanadi. Keyingi brendlardan biri bu Trendy. O'zbek mahsuloti, ayniqsa bolalar uchun juda ham xavfsiz brend hisoblanadi. Ko'p bolalar mahsulotlarini ishlab chiqarishadi bular. Xulosa o'rnida shuni sizga tavsiya qilishim mumkinki, oddiy iste'molchi ko'rinishiga qarab, ushlab ko'rib, tarkibini farqlay olmaydi. O'shaning uchun sizga faqat ishonchli brendlardan sotib olishni tavsiya qilgan bo'lardim.